Manda уже sizlarni 4-kurs student ishlaydi. Bizada kuniga minimum 1 soat bilim olish, IT bilim olish bilan majbur. Imtihon studentlari zo'r. Mehmonimiz Shuhrat Seyitov, Business Automation kompaniyani asoschisi va bosh direktori. U kishi biznes jarayonlarini avtomatlashtirish va 1S tizimlari bo'yicha 20 yildan ortiq tajribaga ega. U boshqarayotgan kompaniya Center kompetensiya 1S ERP statusiga ega bo'lgan. Shuningdek, Texnomart, Balden Trading Asia, Young Farm kabi yirik tashkilotlarga 1S ERP joriy etish loyihalarini muvaffaqiyatli amalga oshirgan. Bugun biz bu kishi bilan avtomatizatsiya, ERP tizimlari, IT strategiya va umuman olganda zamonaviy biznesni raqamlashtirish haqida gaplashamiz. Iltimos, o'zingiz haqida ozgina qisqacha ma'lumot bering. Men Shuhrat Seyitov. Dasturchilikdan emas, o'qituvchilikdan boshlaganman faoliyatimni o'zi. Toshkent davlat universiteti, hozirgi O'zbekiston Milliy universitetini 99-yilda amaliy matematika va dasturlash fakultetini tugatib, oddiy qishloqda o'qituvchi kasbidan ish boshlaganman. Matematika o'qituvchisi, informatika, fizika va boshqa qo'shimcha fanlarni ham o'qitishga majbur bo'lganman shu paytda. 4 yil, 5 yil o'qituvchilikdan keyin men yangilik, boshqa shu o'zimni sohamni qidirishni boshladim va Qozog'istonga, Almata shahriga migratsiya qilishga majbur bo'ldim. Sababi O'zbekistonda hali bu programmalashtirish, dasturlash yoki shu dasturlar orqali avtomatlashtirishga zarurat juda ham kam. Hali bizada biznes juda ham sekin rivojlanayotgan davr edi. 2006-yilda men Almata shahrida yashashni boshladim. 7 yil davomida Almatada 1S dasturini o'rganib, shu Almatadagi krupniy har xil stroyitelstvo, har xil sohadagi bizneslarga joriy qildim 1Sni va kuchli mutaxassis sifatida 2013-yilda Toshkentga qaytib kelganman. Va 14-yilda o'zimni mana shu biznes avtomatizatsiya firmasiga asos solganman. Farm kompaniyalardan O'zbekistonga kelib faoliyatimni farm kompaniyalardan boshladim. Farm kompaniyalarini uchoti, bularning hisob-kitobi juda ham qiyin, biznes prosesslari ham. Sababi bularda biz bilamiz, sroklar, seriyalari, dori bu juda ham bir seryozni odamning salomatligiga ta'sir qiladigan narsa bo'lgani uchun juda ham bu hisob-kitobi, uni kontroli, nazorati juda ham bir sложный proseslar. Shu proseslarni yaxshi o'rganib, shu korxonani ichida ishlab, ichidan ko'rib, ichidagi proseslarning hammasi, zakup prosesi, sotib olish jarayoni, обеспечение потребностей, talablarni aniqlash, sklad jarayonlari, даже ishlab chiqarish jarayonlari, sotish jarayoni va boshqa xodimlarni boshqarish jarayoni, hamma jarayonlarni korxonani ichidan o'rgandim. Boshida o'zim korxona ochishimdan oldin, keyin 14-yilda shu biznes avtomatsiya korxonasiga asos solishni qaror qilganman va shundan beri mana juda ham 12 yillik yo'lni bosib o'tdik. 12 yilda O'zbekistonda lider birinchilardan shu boshqaruv hisobini, boshqaruv uchotini avtomatlashtirish bo'yicha birinchi uchlikka kiradigan kompaniyaga aylanganmiz. Shu aytganingizdek, O'zbekistonda biznes avtomatizatsiyasi rivojlanmagan degandingiz, lekin shu oxirgi paytlarda yaxshi rivojlanishni boshlagan, ancha tez rivojlanyapti, lekin baribir ko'p kishi shu 1S nima deb so'rasangiz, u ko'proq buxgalteriyani tushunadi. O'shanga 1S tizimlari haqida tinglovchilarimiz uchun to'liq tushuntirib bersangiz, ular nima va ular qanday biznes jarayonlarini avtomatizatsiyalashtiradi? Albatta, 90-yillarda 1S o'zi boshida buxgalteriyani avtomatlashtirish, faqat buxgalteriya hisobini yuritish uchun razrabotka qilingan. Rossiyadagi, Moskvadagi shu firma 1S tomonidan razrabotka qilinib boshlangan. Oldin eski versiyalar edi, hozir уже 8.0
8.3, 8.5 degan versiyalar chiqdi. Shu paytda faqat buxgalteriya hisobiga aksent qilingan, buxgalteriya hisobi ham oldin qog'ozda, boshqa narsalarda bo'lgan-ku. Endi Sovet ittifoqi tarqalgan paytlari programma dasturlarda katta korxonalarga dasturlarda hisob yuritishga nima paydo bo'lgan? Talab. Shu talabni qondirish uchun birinchi bo'lib shu firma Adines Boris Nikolayevich Nuraliyev va uni ukasi Sergey Nikolayevich Nuraliyev birgalikda shu Adines dasturini joriy qilishgan, razrabotka qilishgan noldan. Buxgalteriyani nechadir yilgacha buxgalteriya hisobini yuritgan bo'lsa, keyinchalik qo'shimcha nimalar, bloklar qo'shib, ular уже allaqachon kompaniyalarni hamma protsesslarni qamraydigan yechimlar ishlab chiqilgan. Adinesni o'zi tomonidan ham, Adinesni partnyorlari bizga o'xshagan, biz ham Adinesni ofitsialniy partnyorimiz, Toshkentdagi asosiy partnyorlardan birimiz. Bizga o'xshagan Adines partnyorlar tomonidan отраслевой bitta o'tirsilga, bitta biznesni turiga moslangan yechimlar razrabotka qilish orqali lineykasi Adinesni yechimlar lineykasi juda ham kengaygan. Eng ulardan kuchli, eng Adinesni o'zi aksent qilgan yechim bu ERP yechimi. ERP bu Adines korxonalarni hamma protsesslarni maksimal qamrab oladi. ERP o'zi nima? Bu ERP Enterprise Resource Planning, международный butun jahon bozorida ERP yechimlar ko'p. Ulardan eng kuchlisi deb tan olingani bu SAP, nemetskiy решение. SAP bazasida ular 70-yillardan boshlagan. Shuning uchun ham ular endi oldi, Adinesdan ko'ra oldiroq. Lekin Adines ham orqada qolmagan. Hozir уже современный eng kuchli texnologiyalarni qo'llagan holatda одновременно bir vaqtda o'zida web orqali ham, mobilniy klient orqali ham, толстый klient, тонкий klient 4 xil приложениyadan kirish imkoniyatiga ega bo'lgan platforma ishlab chiqdi. Bir momentda bitta knopka bilan shuni razвернут qilish mumkin Adinesni. Sразу webdan kirib ham ishlasa bo'ladi shu bazaga, yoki mobilniy telefondan kirib, yoki planshetdan, yoki тонкий klient, толстый klient yoki mana shunaqa stolniy kompyuterlardan kirib ishlasa bo'ladi bazaga. Ichida korxonaning hamma protsessi deganda nimadan tortib xodimlarni kirib kelish, даже ishxonaga kirib kelishidan tortib ichki jarayonlarni hammasini avtomatizatsiya qiladi va tovarni oxirgi masalan nimaga yetib borguncha bo'lgan holati iste'molchi, oxirgi iste'molchiga bo'lgan holatni hamma prosesslarini avtomatlashtirish mumkin. Oldinda qamrab olganda oldingi buxgalteriya yechimlarida u faqatgina faktический данныйni haftada bir marta kiritib qo'yish yordamida qanaqadir отчетlar olingan. Hozir unaqa emas. Hozir buxgalteriya ham bor. Bu buxgalteriya faqatgina davlatga reglamentированный, o'zi nomi ham aniq, reglamentlar bo'yicha, davlatni qonunlari bo'yicha reglamentlashtirilgan отчетlar topshirish uchun qilingan yechim. Bu yerda ikkalasi birga, bu Adines buxgalteriyani o'zi alohida va ERP birgalikda integratsiya qilingan holatda ishlaydi. ERP da boshqa proseslar hammasi. Ya'ni sotib olish, masalan, buxgalteriyada bittagina nakladnoyni o'tkazish bilan kiritilsa, bu yerda uni talabni o'rganish, keyin поставщикlarni tanlash, tenderlar, uni keyin zakaz qilish, uni поставкасы importniy поставка bo'ladigan bo'lsa, chet eldan olib kelgancha bo'lgan sepochka, полностью hamma zanjir, uni olib kelib import qilish, har xil rejimlar, tamoshniy rejimlardan o'tkazish, uni keyin skladga oxirgi holati skladga kirib kelgan paytda uni qabul qilish ham alohida. Har bitta prosesga funksiyasi bor Adinesni. Shu har bitta prosesni o'zini odamlari bajarish kerak ERPda. ERP shuning uchun ham shunaqa darajada расширение, hamma shu korxonada ishlayotgan odamlarni faktiski hayotda qilayotgan ishi bu sistemaga raqam bo'lib tushishi kerak. Shu orqali korxonani полноценный avtomatizatsiya qiladi. Keyin siz aytdingiz, толстый klient, тонкий klient. O'shalar nima? Тонкий klient, толстый klient bu eslaringizda bo'lsa, mana полноценный kompyuter emas, yoki planshet yoki unaqa katta protsessorga ega bo'lmagan,
nimalar bor, yechimlar bor, texniskiy. Shu yechimlarda ham 1S ni zapuskat qilish mumkin. Bu hech qanaqa nimasi moshinasida bo'lmagan nimada, texniskiy qurilmada 1S полноценно ishlay oladi, потому что hamma nagruzka server tomonga berilgan hozir. Hech qanaqa nagruzka bu qurilmaga tushmaydi. Mobilniy klient bo'lsa ham, web klient bo'lsa ham asosiy shunaqa texnologiya ishlab chiqilgan, чтобы asosiy обработка server tomonda bo'ladi. Bazani masalan qanaqadir oblakada qo'ysak yoki qanaqadir serverda qo'ysak, biz xohlagan joydan kelib mobilniy приложениeni ochib, xohlagan ishimizni qila olamiz, tez bajariladi u. Shu magazinlarda nima qilish? Magazinlarda ham tonki klientlar bo'ladi, shuni. Da, tonki klient qo'yib qo'ysa bo'ladi. Touch ekranlar, boshqalar bo'lsa tonki klient orqali. Shu nimada nima arzonroq bo'ladi, nima implementatsiyasi 1S'da? Da, u qanchalik korxonani prosesslari sodda, kichkina bo'lsa, unga mos 1S'ning yechimi bor. Hozir men 1S'ning yechimlari haqida faqat ERP haqida gapirdim. O'zi aslida 1S'ning yechimlari minglab yechimlari bor. Bitta 1S o'zini asosiy yechimlardan tashqari bizga o'xshagan partnyorlarning yechimlari bor. Masalan, salon krasoti. Go'zallik saloni uchun ham yechim bor. Uslugalar, hammasi uchun o'zini mos yechim bor. Потому что har bir korxonaning o'zini prosesslari boshqacha-ku. Shu prosesiga mos qilib yechimlar qilingan. Masalan, metallurgiya uchun alohida yechim bor. Agro uchun alohida yechim bor, stроительство uchun alohida yechimlar bor. Ishlab chiqarishni turiga qarab yana har xil yechimlar bor. Ishlab chiqarishlar ham har xil-ku, промышленный производствоning o'zi. Da, пищевой, общий пейт uchun alohida yechimlar bor, restoranlar uchun alohida yechimlar bor. Masalan, просто fast food tochkalar bormi? Ularning prosesi restoranniki bilan bir xil emas. Fast food uchun o'zining yechimi bor. Biznes, har xil biznesga mos yechimlarni razrabotka qilishgan kuchli Rossiya, butun hozir o'zbek yer yuzida 27 ta davlatda 1S ishlaydi. 27 tami yoki undan ham ko'proq bo'lsa kerak. Meni bitta ma'lumot o'qiganim bo'yicha 27 ta edi. Kanadada ham bor 1S, Amerikada ham bor, Dubayda ham bor 1S, Yevropada, Ispaniyalarda ham bor. Vyetnam, Mongoliya, Aziyada hozir juda ham yaxshi rivojlanyapti. Kuchli rivojlanyapti 1S. O'zining yechimlari bor. Даже международный рынокda raqobat qiladigan yechimga aylandi hozir. Nega kompaniyalar 1S tizimlaridan foydalanadi? Ularga qanaqa qulayliklar yoki imtiyozlar beradi? Nimaga? Birinchi javobim, ko'pchilik endi mana eng populyarniy bo'lgan buxgalteriya yechimidan hamma korxona, deyarli hamma korxona foydalanadi. Bu sabab davlat tashkilotlariga soliq, boshqa statistika va boshqa davlat tashkilotlariga hamma korxonalar hisobot topshirish kerak. U hisobotlarning muddatlari bor. Oylik muddati yoki kvartal yoki godovoy. Foydasi haqida, NDS qo'shimcha qiymat solig'i haqida, ishchilarni soliqlari haqida yoki mana Xalq bankiga topshiriladigan cho'tlar bor, hisobotlar bor. Bularni hammasini topshirish uchun yagona istochnik, yagona sistema buxgalteriya, 1S buxgalteriyada qilinadi. Agar korxona kichkina bo'lsa, 1S buxgalteriyani o'zida hisob yuritishi o'zi yetarli. Korxona katta bo'lgan sarin unga yordam 1S'ning boshqa yechimlari yordamga keladi. Mana korxonalar nimaga ishlatadi degan savolingizga, o'zini proseslarini raqamlashtirish uchun eng sodda va bizani SNG MDH birlashgan mustaqil davlatlar hamkorligida eng populyar bo'lgan yechimlar bu 1S yechimlari va buxgalteriyani ishlatib hamma почти biladi 1S buxgalteriyani. Bu shunga o'xshagan bo'lgani uchun miyamizda, ko'pchiligimizda ishlatish oson bo'lgan yechim shu. Undan ham boshqa nimasi narx, cena, качество tarafdan eng sredniy yechim bu 1S yechimlari. Masalan, SAP ni oladigan bo'lsak, SAP ni korxonalarga внедрение qilish примерно $500 ming, $1 million dan boshlanadi. Katta korxonalar, zavodlarga внедрение qilish, implementatsiya shunaqa narx qimmat. 1S yechimlari bu birinchidan местный mutaxassislarni
именно lokal mutaxassislarning ko'pligi, buni yaxshi bizani nimamizda ommada уже yaxshi nima qilinganini sababidan arzon tushadi местный mutaxassislar, потому что SAPni внедрение, SAPni внедрение qilish uchun chetdan olib kelish kerak. Nimani? Yevropadan yoki Rossiyadan, Belorussiyadan yoki boshqa joydan, Ukrainadan olib kelish kerak. Ular qimmat. 3 marta, 4 marta qimmat, uni komandirovkasi, boshqasi shuni hisobidan qimmat. Shuning uchun ham 1S populyaren. I1S buning bilan 1S qanaqadir SAPdan nimasi funksional jihatdan yoki boshqa jihatdan kam emas. 1Sning funksionali hozir даже o'tib ketdi desak ham bo'laveradi. 1Sni har bitta на все случаи жизни yechimi bor desa bo'ladi shunaqa. Suhbat davomida tinglovchilarimizga ko'rsatishingiz mumkin bo'lgan materiallar bormi? Misol uchun 1S, ERP, arxitektura sxemasi. Hozir men bitta arxitektura ko'rsataman. Katta korxonalarga masalan qanaqa integratsiya qilinadi? O'zi implementatsiyani biza mana o'zim shaxsan 20 yillik tajribam yoki korxonamizni O'zbekistondagi 12 yil tajribasidan kelib chiqib shunaqa xulosaga keldik yoki международный opitni xulosasi ham xuddi shunaqa. Korxonalarda tizimlarni bir-biriga to'g'ri bog'lash yoki integratsiya qilish loyihani, proyektni asosiy qismini oladi. 40-50% gacha integratsiya. Hozir bitta nimani ko'rsataman. Mana o'zim bitta крупный katta proyekt uchun, loyiha uchun целевой nima qilganman? Arxitektura chizganman. Mana shu arxitekturani sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Qaranglar. ERP tizimlari katta korxonalarda qanaqa tashkil qilinadi? E'tibor bersanglar, yadroda turgan mana bu yechim o'rtada. Bu ERP. Boshqa atrofida yana boshqa yechimlar ham zarurat bor. Masalan, buxgalteriya bu eng birinchi korxona ochilgan paytda kirib keladigan yechim bu. Korxona ochilgandan buxgalteriya qo'yiladi. ERP может быть keyinroq kirib keladi, потому что korxonaning prosesslari shakllanib, uni объемlari, boshqalari ko'paygandan keyin. Undan boshqa mana kichkina yechimlar Bittrex 24 masalan CRM sistema qilish mumkin uning ichida. CRM ERPning ichida ham bor, urezini. Yoki 1Sni o'zini CRM yechimlari bor, ERPning ichiga qursa bo'ladigan, qo'shsa. Ko'pchilik o'ylaydi, ko'pchilik endi Bittrex ko'proq foydalangan, uning ichida task managerlar bor. Zadachniklar bor, kalendarlar. Juda ham imkoniyati katta. Bittrex 24 ni ishlatishadi, uni 1S bilan integratsiya qilamiz. SmartUp hozir O'zbekistonda populyarniy bo'lgan yechim, ko'pincha bu distributorskiy korxonalar, торговый представительlar, savdo представительlari magazinlardan zakaz olish uchun ishlatadi. Ularni hammasi bitta joyga yig'iladi, uni biz ERP ga tortib olib, uni skladdan обработка qilib, отгрузка qilishga bu yerdan onlayn tashkil qilishimiz kerak, masalan. Shuning uchun integratsiya qilganmiz. Полноценный 20-yilda shu Belt and Trading Asia degan O'zbekistondagi eng katta FMCG distributorni biz avtomatsiyasi qilganmiz. Bir kunda shu paytda 3000 ta zakazni обработка qilishardi korxona. Bizning butun O'zbekiston bo'yicha magazinlarni 5000 xil tovar bilan ta'minlab beradi. Bu distributor degani magazingacha bo'lgan korxona-da, magazinga tovar yetkazib beradigan korxona, magazinlarga. Yoki asl belgisi masalan, hozir hamma tovarlarning poddelkasi bo'lmasligi uchun davlat chestный знак deganni eshitgansizlar. Asl belgisi nimani joriy qildi. Har bitta unikalniy QR kod qo'yiladi. Har bitta tovarga masalan 2 ta stakan chiqqan bo'lsa, ishlab chiqarilgan bo'lsa, shu har bittasiga o'zini unikalniy kodi qo'yiladi. Shu bo'yicha uchot hisob yuritiladi, davlatga topshiriladi. Sotilgan paytda ham, sotib olingan paytda ham mana shu sepochkasi, zanjiri tovarni chetdan kirib kelsa ham, ishlab chiqarilsa ham oxirgi potrебительgacha bo'lgan zanjirini istoriyasi shu asl belgisida saqlanadi. Asl belgisiga jo'natish. Masalan, shu bakalni shunay skladdan olib, uni shunay QR kodini tekshirib, qayerga borganini bilib bo'ladi. Qaysi tochkaga, shuni bilib o'tirishadi. Davlat shuni tekshiradi. Bu nima? Poddelkani yo'qotish uchun, ishlab chiqarishni поддержка qilish uchun, ishlab chiqaruvchilarni himoya qilish uchun. Masalan, Xitoydan
yoki boshqa joydan yoki poddelkani sexda hech qanaqa ofitsialniy nima qilmasdan ishlab chiqaradiganlarni yo'qotish uchun. Dokument оборот masalan решенияsi pastda. Bu nima uchun kerak? Ishchilarni даже qayerda masalan to'xtab qanaqadir zadachalar yoki qanaqadir jarayonlar bor. Согласование qilish kerak, утвердить qilish kerak, xatlar bor, korxonalar ishchilarning o'rtasida, отделlarni o'rtasida, bo'linmalarni xatlar bor yoki tashqi korrespondensiyalar bor. Tashqaridan keladigan xatlar bor, yuridический yoki boshqa xatlar bor. Ularni hammasini обработкасы, kimga tegishli, kim tanishish kerak, kim утвердить qilish kerak, kim podpis qo'yish kerak, hammasi bu orqali raqamga aylantiriladi, bu raqamlashtiriladi. И даже ECP elektron sifrovoy podpis ishlatsa bo'ladi bu sistemada. Har bitta qilgan mana bu bumajniy dokumentimizni elektronniy qilib, ichida ECP orqali yuridический значимый dokumentga aylantiriladi. Shu hammasi mana bu orqali masalan zakupga aloqador bo'lsa, zakup bilan aylanadi mana bunaqa bir-biriga bog'lanib. Beshovni integratsiyalar qilingan, o'zi 1С o'zi даже qilgan, dokument оборот bilan ERP ni beshovni integratsiya qilgan. ZUP degani bor, зарплата и управление персоналом. Buning ichida ishchilarni полный grade'larga bo'lib, KPI'larni hisoblash, ishchini qabul qilishidan tortib, kandidat masalan poisk boshlanadi-ku, shundan tortib ishchini olib kelib adaptatsiya, razvitiya hamma jarayonlar buni ichida avtomatizatsiya qilinadi. Yoki sistema scout, eshikdan kirib kelganda ko'rgan bo'lsanglar, boshqa joylar bizning ofisda yo'q. Kamera yoki nima turadi, karta bilan yoki barmoq nima bilan, biotrek orqali. Da, identifikatsiya. Shunaqa sistemalar ham integratsiya qilish mumkin. Yoki BI intelligence, business intelligence, korxonani ma'lumotlari yig'ildi masalan bazadan naqda. Shularni обработка qilish, ularni обработка qilib o'tgan yil bilan solishtirib yoki masalan roznичный торговля bo'ladigan bo'lsa, chakana savdoda qaysi soatda nima ko'p sotiladi aniqlab, shunga qarab aksiyalar qilish, boshqa qilish yoki biznes qanaqadir boshqaruv yechimi yoki qanaqadir biznesni направлениясini to'g'irlash uchun mana shu sistemalarni ichidan ma'lumotlarga tayanibgina qilishadi. Потому что skladimizda necha millionlik tovar sotilmasdan yotganini ham qanaqa aniqlaymiz? Mana shu BI sistemalar yoki ERP sistema qo'ysakgina aniqlaymiz. Buxgalteriyani o'zi bizga aniqlab bera olmaydi. Masalan, qanchalik pulimizni qayerda yotganini aniqlab beradigan sistema bu ERP. Yoki boshqa mana qo'shimcha tizimlar. TMS, VMS deganlar eshitgan bo'lsanglar, shunaqa sistemalar ham katta korxonalarda qo'yiladi. TMS bu transport management system. VMS bu warehouse management system. Skladlarni avtomatizatsiya qilish. Skladlarni o'zini alohida stellajlarga bo'lingan, har bitta yacheykasi, bu har bitta yacheykada nimalarni qanaqa saqlash, sroklari, boshqalarni qanaqa saqlash, hammasi shu sistemalarda qiladi. TMS bu transportlaringiz, masalan, korxonaning transportlari qayerda yurganigacha onlayn ko'rib o'tiradi. Qancha benzin yoki toplivo xarajat qildi, даже klientga dastavka qilgan paytda uni отметка qilib olib borib berganini tasdiqlaydigan nimalar, обратный informatsiya, отчетlar olish mumkin bo'ladi bu sistemalarda. Mana shunaqa arxitektura hozir bitta krupniy farm kompaniyada, Kuratsiya Farm degan kompaniyada quryapmiz. Mana shu uchun mana o'zim chizib chiqdim, mana shu nimani arxitekturani. Mana shu eng katta, bundan ham katta bo'lishi mumkin. Holding kompaniyalarda bundan ham расширяться qilinadi inogda, даже nimalar. Даже bizada endi elektronniy podpis ham kiritildi. Didoxdan foydalanamiz. Да, Didox bor buni. Inhada ham kiritildi? Да. Теперь документlar elektronniy, и теперь у нас есть endi bizada elektronniy podpis. bilan nima qilasizlarmi hammasi? Zo'r boshlandi. Zo'r. Da, zo'r. Da, ECP qog'oz dokumentlar kamayadi-da, yo'qoladi. Hammasi raqamlashadi. Shuning uchun raqamlashgan sari ma'lumotlar bilan ishlaydigan mutaxassislar ko'p talab kuchli bo'ladi. Sizlarga, masalan, sizlar studentsizlar shu Inhada yaxshi o'qinglar, sizlarga maslahat. Qog'oz dokumentlar kamayadi-da, yo'qoladi. Hammasi raqamlashadi. Shuning uchun raqamlashgan sari ma'lumotlar bilan ishlaydigan mutaxassislar ko'p talab kuchli bo'ladi. Sizlarga, masalan, sizlar studentsizlar shu Inhada yaxshi o'qinglar, sizlarga maslahat. Rahmat.
Endi shu nimalarni joriy etishda 1S ERP tizimlari yoki buxgalteriyani joriy etishda jarayon kompaniyalar odatda qaysi qiyinchiliklarga duch keladi? Eng ko'p duch keladigan qiyinchilik nima? Men aytaman. Ko'pincha bu yechimlarni faqatgina IT yechim deb tushunish. Bu yerda proseslar bilan butunlay korxonani tizimlari, o'zini ichidagi sistema tizimlashmagan holatda, xaos holatda IT решение qo'ymoqchi bo'lishadi. Xaosni avtomatlashtirsak, avtomatizirованный xaos bo'ladi. Birinchi tizimlashtirishga aksent qilish kerak. Mani o'zimni korxonam masalan 12 yil bo'ldi, mana 12 yilga qarab ketdi. Bizning korxona 11 yil to'ldi, 12 yil. Mani o'zimni korxonamni ichida hali hamma narsa avtomatlashmagan, lekin tizimlashgan. Tizimlashtirib bitta reglamentlarni qo'yib chiqqanmiz. Tizimlashmagan korxonani avtomatlashtirish qiyin. Masalan, har bitta ishchi, har bitta xodim bilish kerak nima bilan shug'ullanishini. Bu qog'ozda yozilgan bo'lishi kerak. Shu sistema qo'ygandan keyin ham ertaga shu ishni faqatgina bu yerda nimasi o'zgaradi? Qaysi faqat instrument o'zgaradi. Qog'ozda qilayotgan narsasini уже sistemada qiladi. Bu eng katta aybi, eng katta xatosi korxonalarni avtomatlashtirishda shu. Bu proses bilan ishi yo'q, jarayon bilan ishi yo'q. Bu IT решение olib kelsam hammasi zo'r bo'lib ketadi deb o'ylash. Ikkinchisi bu вовлеченность. Сотрудникlar proyektda вовлечен bo'lmaydi. Ko'p holatlarda biz juda ham ko'p uchraganmiz. IT integrator kelsa, o'zi qilib beradi deb o'ylaydi hamma narsani. Shuni qo'yib ketadi. Shu kelib qo'yib, bizga o'rgatib ketsa bo'ldi, ishlab ketadi deb o'ylaydi. Ular вовлечен emas, ular даже prosesini aytib berishni bilmaydi. Qanaqa proses, ishlayotgan prosesi qanaqa, u qaysi prosesini avtomatlashtirmoqchi o'zi tushunmaydi, bilmaydi yoki asosiy ishi ular uchun asosiy. Bu avtomatizatsiya ular uchun как бы ikkinchi fonga o'tib qoladi. Aslida avtomatizatsiya bu korxonani transformatsiyasi, korxonani rivojlanishi uchun bu bir qadam, korxonani yangi etapga olib chiqadigan qadam bu. Boshqa nimaga, urovenga olib chiqadi korxonani. Shu proseslarni to'g'irlash boshqa jarayonda transformatsiya qilsa, to'g'ri transformatsiya qilsa, xaosni yo'qotsa, bu уже korxona boshqacha etapda rivojlanishni boshlaydi. Yana qadam уже bir marta agar mazasini totsa, avtomatizatsiyani, sistematizatsiyani mazasini totsa, keyin dalshi davom ettiradi. Ertaga yangi tizimlar qo'yadi. Bizani ko'p korxonalarga borib qiynaladigan joyimiz shunda. Ular IT yechim, faqat IT yechim. Yana aytaman, Pareto bu yerda ham ishlaydi. IT yechim 20%, 80% bu inson omili, proseslar, jarayonlar, reglamentlar, instruksiyalar boshqalar. Endi inson omillariga nima qildik? O'sha 1S ERP tizimini joriy etishda texnik yechimlarda nisbatan inson omili va menejment jarayonlari qanchalik muhim o'rin tutadi deb o'ylaysiz? Endi savolga menimcha o'zi почти javob berdingiz. Inson omili hamma joyda bor. Inson mana menejment juda ham muhim. To'g'ri boshqarmasa proyekt удачный bo'lmaydi. Muvaffaqiyatli bo'lishi uchun loyiha bu proyektni to'g'ri boshqarish kerak. Integrator tomonidan ham loyiha rahbari kerak. Nima tomonidan ham, zakazchik tomonidan ham loyiha rahbari kerak. Bu yerda ham полностью заинтересованный, вовлеченный komanda kerak proyekt uchun. Bu yerdan kuchli komanda bo'lishi kerak. Loyiha именно qiladigan integrator tomonidan. Ikkalasi birgalikda komanda bo'lib ishlash kerak. Inson omili yo'q joyi yo'q, faqat proseslarni tizimli ravishda to'g'ri yo'lga qo'ysa, inson omili ancha kamayadi. Masalan, ko'p avtomatizatsiya o'zi nima kerak? Rutinniy ishlarni kamaytirish uchun kerak bir joylarda. Rutinniy ishlarni kamaytirib, tizim ko'p joyda
даже sizni inson omilini xato qilib qo'ysa ham shuni xatosini tezroq topish uchun kerak. Bizlarga oyna bu. ERP tizimi yoki boshqa mana shu yechimlar, katta yechimlar bizlarga qilgan ishimizni xatosini tezroq ko'rsatib beradi. Inson omilini topib beradi tezroq. Qayerda qaysi xodim o'zini funksiyasini to'g'ri bajarmayapti. O'zini mana qog'ozda yozilgan reglamentlar yoki qanaqadir nimalar bor, shu bo'yicha qilmadi yoki to'g'ri bajarmadi yoki xato qildi yoki umishlenni nimadir qilmoqchi, uni ERP tezroq chiqarib beradi yuzaga. Hammasi buni yozilib ketadi. Nechida kim qaysi hamma istoriyasi, hamma tarixi turadi bazada. Shu bilan yaxshi. Da. Shu bilan yaxshi. Biznes jarayonlari avtomatlashtirilgandan keyin samaradorlik qanaqa aniqlanadi? Samaradorlik bu juda ham muhim savol. O'zi ERP внедрение, ERP yoki qanaqadir IT yechim внедрение qilgandan maqsad biza korxonamizni samaradorligini oshirish. Ko'proq, kamroq ishlab, ko'proq pul topish maqsadi biznesni o'zi. Samaradorlik mana biza ko'p joyga borganimizda birinchi as-is nimalarni, proseslarni as-is holatini o'rganamiz. Ne только proseslarni, skladlardagi xatolar, masalan, qanaqa ketyapti, nechta xato, masalan, dastavkalarda masalan klientgacha yetib borayotgan tovarlarni noto'g'ri yetib borish nimasi bor. Baribir statistika bor-da korxonada. Shu statistikani olamiz. ERP внедрение qilganimizdan keyin yana statistika qilamiz. Yana undan boshqa biza har safar ERP внедрение qilib tugatganimizda 1С korxonasini portaliga shu внедрение haqida, shu implementatsiyani polностью ma'lumotini kiritamiz. Shu yerda nimalar bor? Xatolar qancha kamaydi? Zakazlarni обработкасы qancha tezlashdi? Rutinniy ishlar qancha kamaydi? Ishlab chiqarish nimasi производительность truda qanchalik oshdi? Yana boshqa shunaqa parametrlar, ko'rsatkichlar bor. Shu ko'rsatkichlarni mana hozir sizlarga bitta yana nima ko'rsataman. Bu yerda qisqacha biz haqimizda boshqa ketadi. Hozir mana ko'rsataman. Mana qaranglar. Bu mani informatsiyam emas. Bu Big Four degan kompaniyalar bor. Yer yuzida, международный рынокda Big Four eng katta to'rtlik. Bu McKinsey, PwC, Gartner yana bittasi bor, hozir esimda yo'q. Bularni ma'lumotiga qaraganda avtomatizatsiya nima qilar ekan? Сокращение времени на rutinniy задачи 60% gacha, ошибкаlar, xatolarni kamaytirish 50% gacha, производительность трудani nimagacha? Производительность 20-25% gacha oshiradi. Operativniy zatrat, korxonaning zatratlarini 40% gacha kamaytiradi. Mana shunaqa koeffitsiyentlar. O'zi 1S'ni o'zini ham nimasi bor? 1S именно 1S ERP proyektlarini natijalari. 185 ta proyektdan olingan показательlar, effektivnostlar mana. Даже tovarni, ishlab chiqarilayotgan tovarni, себестоимостini kamaytirar ekan avtomatizatsiya. Shunchalik ROI nimasi, o'zini oqlash koeffitsiyenti zo'r ERP внедрениесini. O'zini juda ham tez oqlaydi. O'zi 6 oydan 1 yilgacha deyilgan. Mana shular orqali, mana shu ko'rsatkichlar orqali o'zini juda ham tez oqlaydi. Qanchalik qimmat bo'lsa ham даже ERP внедрение qilish o'zini tez oqlaydi. Потому что mana skladdagi yotgan tovarimizni overstock degan narsadan eshitganmisizlar? Overstock yoki out of stock. Autostock, overstock, da. Autostock bu nimalar? Pulimizni boylab yotgan tovarlar. Yo'q. U yetmay qolgan. Masalan, sotilishi kerak, sotilardi agar shu statik bo'lganida. Overstock bu prost yotibdi, nima? Pulni zanit qilib turibdi. Shularni aniqlab berish orqali, boshqa orqali mana materialniy zapasni kamaytiradi. Kamaytiradi degan nima degani? Prost tak pulimizni boylab yotmaydi. Vaqt uni точно planировать qilib, ERP o'zi nomidan Enterprise Resource Planning resurslarimizni planировать qilish orqali boshqarishni bizga nima qilib beradi, osonlashtirib beradi. Resurslarimizni, tovar bu resurs, ishchilarimiz, xodimlarimiz vaqti bu resurs o'zi. Hamma resurslarimizni nima qiladi? Mana 32% nimani ko'paytirgan, даже объем ishlab chiqarish nimasini
производительность trudani 27%ga, оборудованияларni, ishlab chiqarish оборудованияларni prostoylarini to'xtab turishini 22%ga kamaytirgan. Braklarni 21%ga kamaytirgan. Brak chiqishi masalan ishlab chiqarishda. Skladlardagi оборачиваемость 23%ga yoki срок исполнения заказов, zakazlarni ishlab chiqarish yoki yetkazib berish bo'yicha 23%ga, operaционный затрат 16% и прибыльni ham oshirgan даже shu orqali. Mana shu. 1С ERP управление даже Big Four'ga ham tenglashi mumkin. Yo'q, Big Four bu konsaltingovoy kompaniyalar. Da, Big Four'ni nimasi bilan bu bir-biriga Big Four ham mana международный рынокda тоже ERP внедрение qilish populyarniy hozir katta korxonalarga. Bularni ko'pincha endi juda ham ko'p ERP решениялар bor. Microsoft Dynamics degan решение bor. SAP'ni da aytdim. SAP eng krutoy, eng qimmati SAP. Microsoft Dynamics bor, NetSuite, ERP, Oracle bor. Boshqa juda ham ko'p ERP решениялар bor. O'zbekistonda ham mana hozir bizani nimalar, razработчиклар, именно shunaqa razработка qiladigan dasturchilar bor, ERP решениялар qilmoqchi harakat qilyapti. No, bu ERP yechim qilish uchun vaqt kerak. Juda ham. Menimcha Xudo xolasa 10 yillarga yana o'zimizni milliy yechimlar ham chiqishi mumkin. ERP nimada? Milliy O'zbekistonning nasionalniy produktlari. Hozir masalan 1С ham baribir populyarniy, zo'r bo'lgani bilan bu o'zimizniki emasda. Men agar zo'r ERP yechim O'zbekistonda nasionalniy chiqqanda uni implementatsiya qilishga ham tayyor bo'lardim. Agar sizda 1С tizimini O'zbekiston bozori uchun moslab qayta ishlab chiqish imkoniyati bo'lsa, qaysi o'zgartirishni kiritgan bo'lardingiz? 1С tizimini biz har doim allaqachon lokalizatsiya qilyapmiz. Kerakli joyda даже korxonaga lokalizatsiya qilamiz. Bizani razработчиклар komandasi bor 1S'da yozadigan. Arxitektor, meni o'zim arxitektorman, biznes arxitektorman, полный funksionalniy arxitektor va texnik arxitektor darajasidagi O'zbekistonda birinchi ekspertman, bilasizlar, ma'lumotlarni o'qigansizlar. Sertifitsirованный ekspert Moskvaga borib, shu 2 kunlik imtihon topshirib olganman shu paytda. 1S'ni biza allaqachon ko'p funksiyalarni O'zbekiston sharoitiga, O'zbekiston mentalitetiga yoki O'zbekistondagi bizneslarni talabiga mos qilib lokalizatsiya qilib adaptatsiya qilamiz. Постоянно. Bu nimaga? Потому что har bitta biznesning o'ziga xos jarayonlari, prosesslari bor. O'ziga xos talablari bor. U конечно ERP yoki 1S'ning boshqa resheniyasi международный katta opitga asoslanib yozilgan. Lekin bizani ichki bozorimizda o'ziga xos talablar bor, shu talablarga moslashtiramiz. Masalan, oddiy olib qoladigan bo'lsak, bizda juda ham nimamiz bor. Qanaqa talablar desam ekan hozir bir misol. Ishchilarni boshqarishda yoki qanaqadir motivatsiya qilishda, boshqada masalan boshqa joyda ishlamaydigan instrumentlar kerak bo'lishi mumkin. Shu instrumentlarni yozib berishga majburmiz biz. Yozib beramiz. Даже masalan biz o'zimizning korxona uchun Telegram bot qilganmiz. Сотрудник avtomatim har kuni xolasa oyligini ko'rib o'tiradi. Har kuni necha pul masalan da har kuni masalan necha soat ishlasa, masalan soatiga to'lanadi bizning ishimizda ko'pincha. Soatiga qarab har kuni kiritadi soatini, qaysi ish qilayotganini, tugatganini, boshqasini kiritadi. Shunga qarab bizda Telegram botda oyliklarni hisoblab beradi. Shunaqa instrumentlar yoki boshqa ham ko'p bizning nimalarda, korxonalarda so'rashgan nimalar bo'lgan, so'ralgan. Moslashtirishga majburmiz, moslashtiramiz, yana biz yaxshi yechim berishga harakat qilamiz biznesga. Telegram bot dedingiz-ku. Telegram botni bazasi qaysi nimadan turibdi? Masalan, shu zapis ketadi, qanday ketadi? Рабочий keldi, vaqtini qanday bilasizlar? Yo'q, bizda qanaqa? Bizda juda ham demokratichni deyish mumkin bir tomondan. Xohlagan paytda keladi IT mutaxassislar. Sizlarga ham buni ozgina nima qiling. IT da mana bunaqa ish ko'pincha
ko'p holatlarda soatbay to'lanadi ITda. Juda ham gibkiy grafik. IT mutaxassislarini boshqarish o'zi oson emas, birinchidan. Gibkiy grafik ishiga to'lanadi. Soatbay, ishbay. Bularga masalan ish beriladi. Mana bu ish senga 8 soatda ishlashing kerak yoki 20 soatda yoki 30 soatda. Shu soatiga har bitta даже mana shu grade haqida gapirdim-ku, ishchilarni boshqarish. Bizning ishchilar uchun ham gradelar qilib qo'yganmiz. 10 ta grade даже bizda bor. Har bitta nimani ishchini o'zini grade bor. Uni bilim darajasiga qarab, olgan sertifikatlariga qarab, boshqasiga qarab gradelarga bo'lib qo'yganmiz, 10 ta grade. 10 ta grade, har bitta gradening o'zini soat stavkasi bor, ishini. Shu endi soat deyish mumkin yoki ish birligi deyish mumkin. Shu ish birligiga stavkasi bor ularning. Даже biz o'qiganiga ham to'laymiz. Bizada o'qish majburiy, kстати. Bizada kuniga minimum 1 soat bilim olish, IT bilim olish bilan majbur o'qishga shart. O'qimasa biza nima qilamiz? Bu yerda shtraf qilamiz. Shtraf qilamiz. Mana bilimini oshirishi shart. Bizaga nimaga o'zi sotrudniklar ishga keladi? Biza sotrudniklarni, ishchilarni bozordagi narxini oshirish bilan shug'ullanamiz ko'pincha. Bozordagi narxini oshiramiz. Shuning uchun ham bizadan ketib qolmaydi. Ko'pincha mani O'zbekiston bo'yicha bilmadim, yuzlab shogirdlarim bor. Men ko'pchilikni o'qitdim. Adinesni ancha nimasi legendarniy spesialistman deya olaman Adines bo'yicha. Ko'pchilik hurmat qiladi meni как spesialist, ekspert sifatida. Inha studentlari uchun nima maslahatlaringiz bor? Masalan, agar o'zini qiziqishi bo'lsa, Adines ERPga, buxgalteriyaga ishlamoqchi bo'lsa, nima maslahat bera olasiz Inha studentlari uchun? Agar avtomatizatsiya sohasi qiziqtirsa, bu sohada juda ham ko'p talabalar uchun, Inha studentlar uchun juda ham ko'p направленияda nimalar bor? Vakantniy mestalarimiz bor bizada ham yoki bizaga o'xshagan partnyorlarda. Hozir mana Rossiyadan nechta partnyor kirib keldi O'zbekistonga? Hozir 4 ta 5 ta partnyor O'zbekistonda aktivniy proyektlar bilan, loyihalar bilan shug'ullanadi. Ularda ham bizada juda ham ko'p pozitsiyalar bor. Masalan, kod yozish qiziq bo'lsa, alohida Adines разработчик направленияsi bor. Keyin u arxitektor darajasigacha ko'tarilishi mumkin. Hozir Adinesda oylik boshqadan ko'ra ko'proq. Adinesda mana o'zimda ishlab ketgan bitta mutaxassisni uzum ekosistemasi permanent qilib oldi. 50 million oylikka. Menda 40 millionga ishlab yurgan bolani 50 million beraman deb tortib oldi. Даже mana Adines hozir u 50 million ham chegara emas. Hozir 100 million ham beradiganlar tayyor Adines bo'yicha arxitektorlarga 100 million berishga tayyor kompaniyalar bor. Oylik. Analitik kerak bizaga. Testirovщик kerak. Biznes analitiklar kerak yoki sistemli analitiklar kerak. Biznesni tushunadigan, men tushuntirib bergan daqa biznesni ichida yurib yoki tezroq o'rganib biznesning prosesslarini har xil. Shuni tushunib, mana u Adinesga model qilib biladigan mutaxassislar. Biz o'zimiz o'rgatamiz, конечно. Shunga qiziqadigan mutaxassislar kerak bizga. Prямо o'zi xohishi bor. Bizda har xil stajyorskiy programmalar bor. То есть Inha studentlari stajirovkaga kelish. Menda уже sizlarni 4-kurs student ishlaydi. Akbar Shoh. Buxorolik bola. Biz ham Buxorolik. Taniysizmi? Inhadan Akbar Shoh ishlaydi. Inhani tugatgan razработчикларimiz bor. Inhadan hozir yana ikkita ishlar ekan. Sizlarning kursda 2 yoki 3-kursda Oybek degan bola ishlaydi. Taniysizmi? 2 yoki 3-kurs bilmadim. Razработчик. Ular ham sochi? Yo'q, oba nima? Именно ITda. ITdan. Soshidan ham bor, undan ham, bundan ham bor. Ikkalasidan. Shuhrat aka, shu qimmatli suhbat bilan ulashganingiz uchun juda ham rahmat. Sizlarga rahmat. Aha. Sizni tajribangizdan kelib chiqqan ma'lumotlar tinglovchilarimizga qiziqarli bo'ladi va ayniqsa o'zini biznesini
raqamlashtirmoqchi bo'lganlar uchun juda ham foydali bo'ladi. Shuni xulosa qildikki, bu 1S bu muhim ekan va как siz aytganingizdek, на все случаи жизни muhim. Yechimlari bor. Yechimlari bor, ha. Va videoda ta'rifida sizni saytingizni qoldiramiz. Qiziqqan studentlar stajirovkaga kelmoqchi bo'lgan bo'ladimi yoki sizni xizmatlaringizdan foydalanmoqchi bo'lgan tinglovchilar siz bilan bog'lanadi. Rahmat kattakon. Sog' bo'linglar. Talabalarga juda eshigimiz ochiq. Biz stajyorskiy programmalarimizga taklif qilamiz. Inxani studentlari biz uchun juda ham qadrli. Menda уже Inxani studentlari 7 yildan beri, 8 yildan beri ishlashadi. Hozir ham har yili yangi stajyorlar olib tayyorlaymiz, yordam beramiz. Biz ishda уже tez o'sadi, Inxani studentlari zo'r.